Assalomu alaykum, hurmatli hamkasb mijozlar, obunachilar. Kommentariyaga bitta savollar kelgan. Bu Shotlanka haqida video qilgan videolarimizning kommentariyasini o'qib chiqdik. Savollar shunaqaki, Shotlankani tergan paytimizda oynani ochib yopganda, masalan, ovoz chiqyapti, har xil tirqilagan ovozlar chiqyapti. Usul Shotlankani ko'rsatyapman. 18 lik razmeri Shotlankani bu krestilar. Mana bu ranglari har xil. Mana bunisi zolotvoy tsvet. E'tibor beradigan narsa bor. Buni ikki xil varianti bo'ladi. Bor. Mana bu rezina, bu bosiladi. Ikkala tomonda ham bor. Endi biz ko'pincha ishlatayotgan paytimizda shu narsani topishga harakat qilamiz. Iloji boricha shundan foydalanamiz. Yo'q paytlarda keyin bulardan foydalanib, o'sha lipich gulini o'zi kirgan paytda ikkita tomoniga mana rezinasi tegib turadi. Shuni hisobiga hech qanaqa ovoz chiqsa ham juda bir kam miqdorda ovoz chiqadi. Mana bu o'zini holatida ham rezinani o'zi bu profilni ushlab turibdi. Har ikkala tomondan rezinaligining hisobiga bu vibratsiyani kamaytiradi. Ochilib yopilganda mumkin yoki chiqmasda rezinaliklarini topib qo'ysa bo'ladi. Bu bor narsa. Sotuvda faqat sal surishtirib topish kerak. Shundan foydalangan paytda mana bitta bo'shliq bor. Bunaqangi ovoz chiqadi. Shuni yo'qotish maqsadida kimdir orqa oldiga lipuchka yopishtiradi. Lekin bunda baribir ma'lum miqdorda ovoz chiqishi mumkin. Aytganimdek, bu narsada unaqa narsa juda kam miqdorda bo'ladi. Bu o'zining zavodskiy rezinasi mana. Tavsiya qilamiz, foydalanib bir ishlatib ko'ringlar.